Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Yana navbatdagi ishimiz shu xonadonga, uy ichiga, ikkita xonaning o'rtasiga pechka. Mana shunaqa pechka o'rnatib berishimiz kerak. Bu pechkaning narxi 1.650.000 so'm. Temiri tepaga primetga qilib qo'yamiz, devorda ko'tarib turadi. U 200.000 so'm bo'ldi. Shunaqa bardovoy yog'ochlardan foydalanyapmiz. 3.000 so'mdan donasini oldik. Mana shu holatda qilib uzilyapmiz. Qurilish jarayonlari ketyapti. Usta buva shunaqa qilib quryaptilar. Uylaringiz o'g'ring ko'rsatyaptimi o'zi? Qani? Motor turing. Молодец. Shunaqa eski shunaqa teshiklari bor ekan mo'risini. Biz pastdan chiqarib bu teshiklarni yoqib boramiz. Pechkamizni ham bitkizib oldik. Mana o'tlarni yoqib olganmiz. Ko'rishinglar mumkin. O'tlar mana birinchi marta yonyapti. Xohlasa. 3 tarazda qildik mana shakllarini, oldi tarafi. Bu orqa tarafi bo'ladi. Yaxshiroq isitish uchun shunaqa mo'rini tashqari qismidan olib o'tdik. Hop. 130 ta shunaqa qizig'ishlar ketdi. 2 qop sement, 2 arava qum. Shu bilan pechka bitdi. 2026-yil 8-yanvar.